Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Yana biza murojaat bilan chiqdik. Bizning murojaatimiz shu har doimgidek prezidentimizga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev sizga. Qolaversa endi sizni qo'l osting'izdagi xodimlarga, Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev, Aziz Toshpo'latov, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, murojaatlarimiz yana shu sizlarga shu. Nimaga deganda mana shu O'zbekiston Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev biz Kobulga bir 3 yildan beri qatnaymiz. Bizga bir haligacha bir amaliy yordam bermadingiz. Bermishsa, nimaga deganda o'zingizni bosimingiz bilan bo'lib turibdi bu. O'zingizni bosimingiz bilan. Mana bosqich keladi dedingiz. Mana oxiri bu 3 yil bo'ldi, endi Svetlana Artikova keldi endi bu. Hali endi keldi. Endi bu ko'rib javob xati bersa, mana 1 oy bo'ldi, hali javob xati bermadi. Mabodo javob xati bersa, agar biz u javob xatni ham shu men bu oldindagi Mukumovga o'xshagan men bu prokuroringiz nima siz javob xatiga o'xshagan bo'lsa, undan ham norozi bo'lib endi sizga yetib boradi oxiri, endi sizga boradi. Xudo xolasa mana 1 oycha bo'ldi, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomovga mana yangidan taftish nimada ariza Oliy sudga berdik. Endi siz hali 1 oy bo'ldi, mana hali o'rganishda deyapsiz. Mana o'rganishda bo'lsa, siz xudo xolasa mana bir sinchiqlov bilan o'rganyapsiz. Biz o'ylashimizcha. Nimaga deganda bu 165-modda bir guruh shaxs buni guruhlarni izlayotgan bo'lishingiz mumkin siz. Urushga ketdimi bu, chet elga qochib ketdimi bu sheriklari haligacha topilmadi 3 yildan beri. Endi siz buni xudo xolasa o'zingiz bosh sudya bo'lib turib, Oliy sud raisi bo'lib turib siz topsangiz kerak endi buni. Hamdasa men bu sudda xudo xolasa ochiqlik bo'lib, video kamera bilan, jurnalistlar bilan o'tkazib berishingizni ham so'raymiz. Bu adolatli bo'lishi kerak, bu adolatli. Bu yerda haqiqat bo'lishi kerak, haqiqat. Prezidentimiz aytgan qog'ozbozlikni yig'ishtirish kerak degan qog'ozbozlikni sizlarga ariza berib charchadik. Arizani beramiz. Mana shu qog'ozga o'xshagan ariza mana beramiz sizga. Siz shunday xolosdan shunday tashlaysiz buni. Bo'lmasa sekretariyaga berasiz. Bir ko'rib chiqdingiz. Bekor vaqtingda ko'rib chiqdingiz, bo'ldi. U ham yozadi. Bu to'g'ri deb bizga javob xati kelaveradi bu. Buni ko'rmaysiz siz, ko'rmaysiz. Prezidentimiz aytgan, men bu YouTube tarmog'iga chiqqan har bir so'zni o'zi ariza degan mana. Biz prямо gapiryapmiz. Mana ariza sizga. Nig'matilla Yo'ldoshev, Aziz Toshpo'latov hamda men bu Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov mana sizlarga shu ariza, mana murojaat, mana ariza beryapmiz sizlarga mana. 1 oy bo'ldi, hali ham javob xati kelmadi men bu nimadan? Nig'matilla Yo'ldoshev Bosh prokuror. Aziz Toshpo'latov har doimgidek shu prezidentimiz selektorida, majlisida eng birinchi ichki ishlardan norozi. Nimaga ekanligini o'zingiz bilasiz. Har safar sizni turg'izib qo'yadi. 5000 ta rahbarning oldida sizni turg'izib eng birinchi sizdan noliydi. Siz nimaga deganda biz 3 yildan beri sizga murojaat qilib kelyapmiz. Hali ham bu Yashnobod tergovchisiga bir chora ko'rmadingiz. Hali ham. Mana aybini aytyapman. 165-modda 161 guruh shaxs oldindan til biriktirib deyapti. Bir guruh, bir to'da bo'lib deb yozib qo'yibdi. Yashnobod tergovchisi ilmi yo'q, bilimi yo'q. U korrupsiyaning evaziga o'tirganda, u korrupsiyaning evaziga o'tiribdi. Mana shu men yozib qo'yibdim. Buni yonidagi sheriklari qani buni, sheriklari. Bo'lmasa bu sheriklari o'zi Yashnobod tergovchisi, Yashnobod sudi, shahar sudi, bular sherik. Nimaga sherikligini bilasizmi? Bu pulga sherik, bu pulga. Men bu akamni puliga sherik bular. O'sha pulni hammasi bo'lashgan, o'zlarimiz bosti qilamiz deyapti. Bularga sizlar ham sherik bo'lasizlar. Bo'lmasa men bu ishni aqlini ko'rish kerak edi. 3 yildan beri buni chaqirib olib, mana ariza beryapmiz. Qani buni sheriklari qani? Bu prokuror tekshirishi kerak edi. O'zi prokurorning bosimi bilan bo'lib turibdi bu prokurorni. Prokurorning bosimi bo'lmanda chaqirish kerak edi. Ko'rish kerak edi buni. Qani buni sheriklari qani? Qayerdan pul olgan bu? Kimning yoniga borgan bu? deb buni tekshirish kerak edi. Bu tekshirmayapti. Qolaversa Oliy sud, shahar sudi, Yashnobod sudi, bu Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov ko'rib turibsiz mana. Anchadan beri men bu sudyalarning izidan quvib yuguriklar yuribmiz.
Ko'rib turibsiz. Ha chaqirib olib, qo'lasini xodimlaringiz siz prezidentga agar bir dushman bo'lmasangiz, prezident siyosatiga qarshi bo'lmasangiz, ha prezident aytayapti sizga pastga tush, ko'r buni deyapti. Xalqni murojaatini urgan nimaga kelyapti deyapti. Ha siz biz borsak qochib ketasiz. Nimaga qochasiz? Nimadan qo'rqasiz? Siz haq bo'lsangiz. Haq bo'lsangiz chiqib ayting ommaning oldida. Mana ekan 1 million dollar pul o'g'irlagandek. Isbotlab bering. Video kamerasi qani, buni kimdan pul olgan bu? Aytdi bilan, "Asa men sizga aytaman. Bosh prokuror, Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov. Men sizga aytaman esa, men bitta odam ustidan ariza beraman. Meni 1 million dollar pulimni olib ketgan. Men sizga esa mana shunday og'zaki murojaat qilaman. 1 million dollar pulimni olib ketgansiz. Qani buni isbotlab menga men 1 million dollar pulni undirib bering. Abi siz aytdi bilan bir odam bunday xalqdan 10 yilga qamalmaysiz-ku. Ochiqlik bo'lsin. Siz prezidentimizga uchalangiz siyosatiga qarshi chiqyapsiz. Aldayapsiz prezidentimizni. Pastda yurish yaxshi, hamma ishlar adolatli ko'rilyapti deyapsiz. Adolatli ko'rilayotgani yo'q. Adolatli umuman ko'rilayotgani yo'q. Bu bosim bilan bo'lyapti, bosim bilan. Siz uchala rahbardan iltimos. Bu adolatli ko'rib bering. Sudimizni ochib, video kamera bilan o'tkazib bering. Bo'lmasa qo'ying, o'tkazmay qo'ying. Ammo arizaga o'xshagan bo'ladi. Ichkarida nima bo'lganini hech kim ko'rmaydi, uni bilmaydi. U sudyalarning og'ziga kelganini gapiradi. Bu qog'ozga ham shunaqa, ariza berasiz, mana ariza bersam sizga. Buni olasiz, shunda otib yuborasiz, bo'ldi. Bir xushingiz chiqib ketsa, bir oydan keyin arizaga javob berib olasiz, u ham kompyuterda yozilib turibdi. Mendan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi rahbarga murojaat qiling deysiz. Faqat bo'lgan.